Hop, bugun sizlarga o'zimga qarshi ishlaydigan maslahatni beraman. Hop, nima maslahat desak, mana moliyani, ya'ni finansiy uchetni внедренияsi, moliyani biznesda yo'lga qo'yish. Odatda ko'chada bizga o'xshagan har xil moliyachi ekspertlar bor va har doim har xil tadbirkorlar ularga borib shu kelishadi. Bizga qo'yib bering deydi. Mana narxim etiklik qimmatroq boshqalarnikidan. Agar meni narxim sizlarga qimmat bo'lsa, odatda sizlar nima qilasizlar? Boshqa meni konkurentimga borib, ulardan olasizlar. Bu narsaga men qarshi emasman. Men har doim o'zi odatda agarda qiynalsa, pulga klient men kimnidir rekomendatsiya qilaman. Mana shu bolalar bor, bular mana bunaqa pulga qilishadi. Shular bilan gaplashib ko'ring deyman. Men aytgan summaga etiklik men aytamanki, moliyani внедрение qilib berishi narxi 10 ming dollarmi? O'sha boshqa ekspert 5 ming deyapti yoki 6 ming deyapti. Sizga o'sha ma'qul. Lekin 10 minglik внедрениeni qanaqa qo'ysa bo'ladi 6 mingga. Men maslahat beradigan narsam sizlarda nima qolyapti? Sizlar uni olib kelib внедрениeni qildiravringlar, lekin meni soatimni sotib olinglar deb maslahat berardim. Etiklik, men moliyani yaxshi tushunaman va u odam ham shu narsani yaxshi tushunadi. Ikkita moliyachi gaplashsa bir-birini bemalol tushunadi va hech kimni aldamaydi. Nega? Hammasi moliyadan xabari bor odamlar. Odatda u keladi, qilmoqchi bo'lgan ishlarni, ya'ni siz maqsadlar qo'yib bergansiz, muammolarni aytgansiz, mashinani hal qilish kerak. Va uni xayolida o'sha qilmoqchi bo'lgan ishlarni tayyor spiskasi bor, qanaqa hal qiladi. Lekin sizga shuni javobini aytganda, siz moliyadan xabaringiz yo'q, moliyachi emassiz. Shu sababdan ham odatda ko'pchilikni bizning gapimizni yaxshi tushunmaysiz. Endi qilib bersa kerak, ishlab ketsa kerak deb o'ylaysiz. O'sha holatda meni chaqirsangiz, uchrashuv qilamiz. U odam ham keladi va sizning maqsadlaringizni, sizning problemalaringizni men o'zimning moliyaviy tilimda, ya'ni o'zimizning tilimda undan shu narsani so'rab olaman. Qanaqa qilmoqchisan? Va u aytayotgan qilmoqchi bo'lgan yo'lni odatda ko'p holatlarda men bilaman. Bu ishni qilib bu narsaga erishish mumkinmi, yo'qmi? Va o'sha yerda mumkin bo'lsa tasdiqlayman, mumkin bo'lmasa, mumkin bo'lmaganligini sababini keltiraman o'sha joyda. O'sha holatda siz 6 mingga qildirayotgan odamning ishini, qilmoqchi bo'lishini ko'tarib olasiz. Ya'ni ko'tarib olasiz degani, u qaysidir joyini oddiyroq qilib ketaman deb plan qilgan bo'lsa va men u narsani oddiyroq emas, maksimal darajada qilish kerak deb bilsam, uni ko'tarib, yo'q, mana bunaqa qilamiz deydigan holatda uni shunga olib kelamiz. Va siz o'sha qilmoqchi bo'lgan ishingizni 6 mingga qilasiz. Lekin men uni 10 mingga qilmoqchi edim. Shunda sizga 6 ming va meni vaqtim qancha ketish mumkin? 1 soatdan 3 soatgacha. Endi ikkinchi etapi bor. Xo'p, qanaqa etap desa, uni ham maslahat berardim bir xil klientlarimga. Mayli, qiling, внедрение qancha vaqt ketadi? 3 oy vaqt ketadi deydi. Xo'p, etapini menga ko'rsatib ber deyman o'sha moliyachiga. U moliyachi menga etapini ko'rsatadi. Birinchi etapda men o'zim u bilan gaplashaman va uni tasdiqlayman. Bu odam qilib bera oladi. Xudo xolasa men bunaqa va'dalar berdi, shu narsani qilmoqchi. O'rtasida men qatnashaman, qanaqa holatda, qani qayerga keldi o'zi ishlar. U cho'zilyaptimi, yo'qmi degan narsalarni tekshirib beraman va oxirida topshirayotganda men qabul qilib olaman. Bu ikkinchi stadiya. Oxir-oqibat sizga ishlaydigan tizim yoki ishlaydigan programma внедрение bo'ladi.